Assalomu alaykum Abdujamshid aka. Iltimos o'z haqingizda ma'lumot bersangiz. Va alaykum assalom. Men Po'latov Abdujamshid Abjamolovich, shifokor, narkolog, psixoterapevt, psixologman. Faoliyatimni 1997-yilda Toshkent tibbiyot oliygohini bitkazganimdan keyin narkologiyada boshlaganman. Oxirgi 10 yilda psixoterapiyaga chuqurroq kirishni boshladim. O'zi tibbiyot sohasiga qiziqishim yoshlikdan boshlangan. Onam "Sen doktor bo'lishing kerak" deganlar uchun men o'zimda shu boshida doktor bo'lib keladigan tushuncha qo'ygan. Hozir qilayotgan ishim juda ham yoqadi o'zimga. Sababi bu aniq odamlarga yordam usuli deb tushunaman. Hozirgi kunda nechta odamga yordam bergansiz taxminan? Endi buni aniq ayta olmayman. Agarda kuniga 10 ta odamni qabul qilganman desam, o'sha 97-yildan beri agar eng kamida o'rta hisobda bu o'zi hisoblayverasiz. Tajribam uzluksiz bo'lgan. Endi oxirgi paytlar endi psixoterapiya bilan shug'ullanayotgan uchun juda ko'p klient qabul qila olmayman. Sababi ular bilan chuqurroq, uzoqroq ishlash kerak. O'shanga qarab keyin yordam olish kerak.